krediti xorijiy valyutada beriladi. Ushbu kreditning shartlari yuridik shaxs yoki kreditning maqsadi maqsadsiz, ya'ni salbiy kreditlarga ega bo'lmagan chiqariladi. Kreditning umumiy summasi garov qiymati kelishuv summasining 50%gacha, maksimum 250 ming AQSh dollarigacha chiqariladi. Depozitorlar uchun esa 30 ming AQSh dollarigacha. Kreditning muddati 36 oy, imtiyozli davlat 6 oy muddatgacha beriladi. Yillik kredit foizi xorijiy valyutada bo'lgani uchun 10%. Kredit foizi xorijiy valyutada, ya'ni AQSh dollarida garovlarga bo'lishi mumkin. Talab etiladigan hujjatlar: ariza, kasb hujjatlari, guvohnoma, ustav, va tasdiqchilik pasportlari yoki nusxalari, yuridik shaxs do'konlariga bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari tomonidan esa guvohnoma, pasport yoki ayirkash nusxasi taqdim etilgan holatda vakolatli boshqaruv organining kredit olish uchun roziligi, ta'minot bilan bog'liq hujjatlar, moliyaviy hisobotlar va biznes rejasi talab etilmaydi. Savollaringizga javob beramiz. Tezkor kredit xorijiy valyutada ajratiladi. Imtiyoz davri bor, ya'ni 3 yil muddatga ajratiladi. Foiz o'rniga 10% AQSh dollarida. Bunga hech qanaqa boyagi asosan hujjatlar etilmaydi. Faqatgina ko'chak yoki qo'shmasi mumkin, garov qo'yish orqali. Alo, Madina.